qarang. Xo'p, bugun sizlar bilan mana shu maf'ulun bihi, maf'ulun fihi, maf'ulun mutlaq, maf'ulun li ajlihi va maf'ulun ma'hu. Shu 5 ta maf'ulni ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Tamam? Bular sizlarga yordam beradi. Nimaga desa, seferda qo'llasanglar. Misol uchun ko'pchilik mana maf'ulun bihi, maf'ulun fihini ko'p qo'llaydi. Lekin maf'ulun mutlaq, maf'ulun li ajlihi, maf'ulun ma'hular juda kam qo'llaniladi. Buni qo'llasangiz, misol uchun kitob qismida qo'llasangiz, demak siz inshoingiz chiroyliroq bo'lishiga ham yordam beradi. Tamam? Ya'ni chunki ekspert ham bu narsaga kam duch keladi odatda. Tekshirayotganda. Tamam? Shuning uchun buni ko'proq qo'llashlikka harakat qilamiz. Xo'p, va ba'zi bir misol qo'llaydiganlar ham bu nima? Aynan maf'ulun bihi yoki maf'ulun mutlaq, maf'ulun li ajlihi yoki maf'ulun ma'huligini bilmasdan qo'llab qo'yadi. Bu yaxshi qo'llashligi. Lekin shuni qo'llash undan ham yaxshi. Nimaga bilmasdan qo'llab qo'yadi deyapman? Chunki ular haligi iboralar bor-ku. Iboralarda ana shu shunday qotgan shaklni yodlab olgan bo'ladi. Tushundinglar? Unchida iborasida maf'ul mutlaq ham bo'ladi. Shunday qo'llaydi. Bu ham yaxshi. Ular u bir to'laqonli iborani bitta yangi so'z sifatida yodlab olgan bo'ladi. Lekin biz mana shu mavzularga tushunib yondashishga harakat qilamiz. Tamam? Tayyormisizlar? Xo'p, birinchi, maf'ulun bihini bilganlaring uchun unchalik ko'p gapirmayman, bir qator tushuntirib ketaman xolos. Va bu oson. Xo'p. Maf'ulun bihini qoidasi shunaqa bo'ladiki, vaqa alayhi fi'lul fa'il deyiladi. Ya'ni fe'ldan anglashilgan ish harakatini bildiradi. Tamam? Ya'ni fe'l ana shu biror bir narsaning ustida bajariladi. Bu nima degani? Qaranglar. Masalan, kataba Ahmadu ad-darsa. Demek. Kataba Ahmad ad-darsa. Ahmad darsni yozdi. To'g'rimi? Mana yozish ish harakati hozir mana shu joyda. Mana bu darsga bajarilyapti. Tamam? Nimani yozdi? Darsni yozdi. Tamam? Xuddiki bu bizni qaysidir ma'noda, to'laqonli bo'lmasa ham qaysidir ma'noda bizni, demak, o'zbek tilidagi to'ldiruvchi bor-ku, ana shuni nima qilib beradi? O'rnida kelib beradi. Ya'ni bizdagi to'ldiruvchi maf'ulun bihiga 100% tushadi deya olmaymiz. Tamam? Lekin qaysidir ma'noda 80%, 75% tushadi. Tushunarli? Xo'p, mana shu demak kataba Ahmad ad-darsa ham mana shunda mana kataba fe'li darsning ustida bajarilyapti. Tamam? Ya'ni Ahmad nima qildi? Desa darsni yozdi. Tushunarli? Yozish harakati mana shunga tegishli bo'lyapti. Shuning uchun shu maf'ulun bihi deyiladi. Tamam? Tushunarlimi? Ya'ni bu to'ldiruvchiga yaqinroq bo'ladi. Xo'p, keyin qaranglar. Bo'pti, ni qo'shimchasini olgan so'zlar to'ldiruvchi bo'ldi dedik. Ya'ni maf'ulun bihi ham bo'ldi arab tilida, to'g'rimi? Bundan tashqari shunaqa joylari ham borki, unday qo'shimcha olmasa ham, lekin arab tilida maf'ulun bihi bo'laveradi. Tamam? Hali bizda ham vositasiz to'ldiruvchiga bo'linadi, shunga qiyoslab ham o'rgatiladi. Mana shuning uchun bir qator aytib ketaylik. Qaranglar. Misol uchun dakhala Ahmad al-ghurfata. Xonaga kirdi bo'ladi endi, to'g'rimi? Mana shu ham lekin arab tilida nima bo'lar ekan? Maf'ulun bihi bo'laverar ekan. Chunki vaqa alayhi fi'lul fa'il, ya'ni fa'ilning fe'li mana shuni ustida bajarilyapti. Tamam? Tushunarli? Ya'ni shunga ishora qilyapti fe'l. Mana shu so'zlar maf'ulun bihi deyiladi. Va buni sizlar ko'p qo'llagansizlar, buni bilasizlar. Hop, i'roblashda maf'ulun bihi mansubun bil fathati zohirat sizlar bo'laveradi mana shu joyda. Keyingisi Vallahi endi maf'ulun fihi nima desa, ana shu qaranglar, bu maf'ullarning hammasi fe'liga bog'liq, tamam?
ana shu fe'l ish harakat qayerda yoki qanday holatda bajarilganligiga qarab turib maf'ullar bo'linaveradi. Masalan, demak, mana shu maf'ulun bihi o'zining fe'ldan anglashilgan ish harakat ekan, to'g'rimi? Endi mana shu fe'l qayerda yoki qachon sodir bo'lgan bo'lsa, bajarilgan bo'lsa, shu maf'ulun fihi bo'ladi. Tamam? Ya'ni mana shu ish harakat qayerda yoki qachon bo'lishligi kerak. Masalan, kataba Ahmad ad-darsa sabahan. Sabahan. Tamam? Tahta ash-shajara. Tahta ash-shajara. E'tibor beramiz. Ya'ni ana shu fe'lni yozish ish harakatini qayerda va qachonligini bildirgan so'z maf'ulun fihi deyiladi. Tamam? Ya'ni mana bu yerda sabahan ertalabligini bildirib beryapti. Tahta shajaradagi tahta qayerdaligini bildirib beryapti. Tamam? Shuning uchun mana bu demak sabahan ham tahta shajara ham tahtasi demak maf'ulun fihi bo'lib beradi. Tamam? Demak maf'ulun fihi bu fe'lning bajarilish joyi yoki-da payti. Tushunarli? Xuddiki bu bizdagi o'rin payt holiga to'g'ri keladi. Tushunarli? Xo'p. Va yana bitta maf'ulun fihi ni zo'r ajratib olish nimasi bor? Usuli bor. Bu fi qo'yib ko'rsangiz tusha oladi. Tamam? Misol uchun mana bu joyga mana ad-darsa fi sabahi degan to'g'ri kelaveradimi? Mana shu demak maf'ulun fihi bo'ladi degan. Tamam? Endi mana bu zarflarda o'zi kelaveradi doim. Bu ham o'zi zarf zamon bo'lyapti. Tushunarli? Maf'ulun fihi osona. Ana endi biz mana bundan sal kengroq gapirishni boshlaymiz. Qarang, maf'ulun mutlaq. Bo'ldimi? Demak, maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq nima? Deyilsa, demak, maf'ulun mutlaq qoidasi shuki, bu ana shu kattagi fe'lning jinsidan bo'lgan masdarni nasb holatda kelsa, demak ana shu maf'ul mutlaq bo'ladi. Va u 3 ta narsa uchun xizmat qiladi. Tamam? Bular qaysilar? Birinchisi maf'ul mutlaq ta'kid uchun. Ta'kid bor. Xo'p, keyingisi adad uchun va keyingisi nav'un bilan 3 ta narsa uchun xizmat qiladi. Xo'p, qarang. Mana, demak, maf'ul mutlaq ham fe'lni ta'kidlash uchun yoki mana shu ish harakat necha marta bajarilganligini bildirish uchun yoki mana shu ish harakat qanday bajarilganligini bildirishlik uchun ishlatiladi. Tamam? Xo'p, birinchi boshlaymiz. Qaranglar. Mana, kataba Ahmad ad-darsa sabahan tahta ash-shajara. Xo'p, deb turib, men mana shu joyga yozib qo'yishim mumkin. Kitabatan deb qo'ysam shunchaki. Kitabatan. Mana, maf'ul mutlaq nima dedim? Maf'ul mutlaq mana shu gapdagi fe'lning jinsidan bo'lgan masdar bo'lishlik kerak. Tamam? Ya'ni bu degani katabani o'zini masdari bo'lishlik kerak degan. Tushunarli? Mana shu masdari nasb holatda kelsa, e'tibor beringlar. Mana shu fe'lning o'zini masdari bo'lishlik kerak. Yoki da bo'lmasa sinonim masdari bo'lsa ham bo'laveradi. Tushundinglar? Shu bir xil ma'noni beradigan sinonim bo'lsa, xo'p, yoki buni ba'zilar maf'ul mutlaq yoki nayb maf'ul mutlaq deydi. Tamam? Xo'p, muhimi, demak biz eng zo'r oladigan qoidamiz mana shuni o'zini masdarini ishlataveramiz. Tamam? Keldi. Masdarning o'zi kelsa, bu ta'kid uchun xizmat qiladi. Tamam? Ya'ni mana bu joyda kataba Ahmad ad-darsa sabahan tahta ash-shajara kitabatan bo'lsa, demak endi Ahmad darsni ertalab daraxt tagida zo'r yozdi. Tamam? Ya'ni imonni yozganni bu yerda nima qilyapmiz? Ba'zi bir ustozlarimiz bor, yozishlik bilan yozdi deb tarjima qiladi. Ya'ni
yozganini urg'u beryapmiz, tamam? Darsda yozganiga katta urg'u berib ta'kidlayotgan bo'lamiz. Tushunarli? Xo'p, keyingisi qaranglar. Mana shu kitabatan deymanda masdar doim keladi. Kitabatan vahidatan deb qo'yaman. Yoki o'zi tamabbutan o'zi ham ifodalar beradi. Mayli, men sizlar tushunishlar uchun son ham qo'shyapman. Yoki kitabatani, ya kitabatayni degani nasbda. Kitabatayni yoki salasa kitabat, ketaveradi. Ya'ni son bilan keladi. Tamam? Yoki masdar tamarbuta bilan keladi. Bu yerda o'zi kitabani o'zining tamarbutasi ham bor. Shuning uchun ham biz vaqtdan qo'shib qo'yamiz. Tamam? Boshqa masdar misol uchun tamarbuta bilan ham kelib qoladi. Sonsiz. Nimaga deyiladi? Chunki tamarbutani yana bitta ma'nosi bor, bu donalikni ifodalab beradi. Tamam? Biror bir so'zga tamarbuta qo'shilsa, u o'sha bir dona degan. Misol uchun tuffahun olmam, tuffahatun bitta olma degan. Tushundinglarmi? Tamarbuta demak donalikni ifodalab berish uchun ishlatiladi. Tushunarli? Yaxshi. Shuning uchun ham son qo'shilmasdan ba'zida tamarbutani o'zi qo'shiladi, u bitta donalikni ifodalaydi. Tushunarli? Endi o'z bitta son qo'shyapmiz, sizlar tushunishlaringiz uchun. Demak, son bilan keladi va mana shu harakat necha marta bajarilganligini ko'rsatib beradi. Tushunarli? Misol uchun aytishimiz mumkin. Kataba Ahmad ad-darsa sabahan tahta shajarati kitabatan wahidatan. Ya'ni Ahmad ertalab daraxt tagida darsni bir marta yozdi degan. Tushundinglar? Hali bizlar yozib beramiz, u 21 marta o'qiysizlar, 11 marta. Mana shundan misol uchun qiroatan wahidatan bo'lsa bir marta o'qidi degan. Demak, unda hali yana 10 marta o'qish kerak degan. Tushunarli? 20 qiroatan bo'lsa 20 marta o'qidi. Tushundinglarmi? Mana shu ish harakat uchun ishlatiladi. Maf'ul mutlaq. Demak, ikkita narsasini bilib oling. Birinchisi urg'u berayotgan ish harakatga, ikkinchisi adad. Shu ish harakat necha marta bajarilganligi. Adadda ham doim masdar bo'lishi kerakmi? Doim masdar. Maf'ul mutlaq bu umumiy qoida. Chunki maf'ul mutlaq ana shu fe'lning masdari bo'lib kelishi shart. Tushunarli? Xo'p, endi yana bitta narsa bor. Mana bu bizga mana yozish harakatida bir marta yozda g'alati tushunib ko'rinishi mumkin, lekin qaranglar. Misol uchun daraba Ahmad Muhammadan deyishimiz mumkin. Misol uchun darbatan wahidatan, darbatan desak shu yerda. U Ahmad Muhammadni bir marta urdi degan. Tushundinglarmi? Yoki da bo'lmasa darbatayni bo'lsa, o'sha 2 marta urdi degan. Tamam? Mana shu joylarda ham zo'r ochib beradi. Tushunarli? Xo'p, uchinchisi nav'un turi. Nav'un. Bu nima desa, endi nav'un turida masdar, maf'ul mutlaq masdari yoki sifat bilan yoki da izofa shaklida keladi. Tushunarli? Masalan, kitabatan jamilatan deylik. Mana. Demak, endi mana shu yozishlikni qanaqa qilib bajarganligini ko'rsatib beryapti. Tamam? Ya'ni Ahmad darsni ertalab daraxt tagida chiroyli yozdi. Chiroyli yozuv bilan yozdi. Chiroyli qilib, tushunarli qilib yozdi deydi. Tamam? Yoki da izofa kelishi mumkin. Masalan, deylik, biror bir xattotni taniysizlarmi? Chiroyli yozadigan odamni taniysizlarmi? Xo'p, mana misol uchun deylik. Kitabata tabib. Mana. Bu endi masdar bo'lyapti. Masdar izofa shaklga kirishyapti. Kitabata tabibi. Tamam? Tabiblarning yozishidaqa yozdi. Ya'ni shifokor, doktorlar yozuviga o'xshab yozdi. Ya'ni uni o'zi ham keyin o'qishlikka nima qodir bo'lmay qoldi degan yozgan narsasiga. Tamam? Ya'ni demak tabiblarning yozuviga o'xshatib yozdi deyapti. Tushunarli? Misol uchun jalasa Ahmad julusal amir deydi. Ahmad amirlardek o'tirdi degan. Tushunarli? Xo'p, ya'ni mana shu shakllarda demak maf'ulun mutlaq ishlatiladi. Tamam? 3 ta narsa uchun ekan. Birinchisi ta'kidlab berar ekan. Ikkinchisi nima? Adadni bildirib berar ekan. Uchinchisi demak ana shu harakat qanday shaklda bajarilganligini ko'rsatib berar ekan. Yozib olamiz.
Keyingisi maf'ulun li ajlihi. Tamam? Maf'ulun li ajlihi. Bu nima? Birinchi maf'ulun li ajlihi nimaligini tushunib olaylik. Maf'ulun li ajlihi ham masdardir. Faqatgina nima bo'ladi endi? Mana bu fe'lning o'zidan, ya'ni bir xil bo'lmaydi. Mana shu jinsidan bo'lmaydi. Shu gapdagi fe'ldan boshqa masdar. Tushunarli? Va odatda qalb fe'llari bo'ladi. Qalb fe'llari nima degani desa, haligi hissiy fe'llar bor. Aynan bir haligi qo'l oyog'i bilan bajarilmaydigan harakatlar. Masalan, hop, talaba, talab qilmoq, xohlamoq, yaxshi ko'rmoq, hurmat qilmoq, shunga o'xshagan fe'llar maf'ulun lazim hisoblanadigan qalb fe'llari hisoblanadi. Tamam? Mana shu fe'llar qalb fe'llari. Hop. Va mana shu fe'llarning masdari keladi gapda. Bu ham nasb holatida bo'ladi. Mana shu hamma maf'ullar nasbda. Tamam? Va nasb holatida bo'ladi-da, limaza degan so'roqqa javob beradi. Tushundinglarmi? Limaza. Ya'ni limaza nima edi bu? Nima uchun, nimaga degan so'roqqa javob beradi. Ya'ni bu nima degani desa, demak, mana shu ish harakatdan bajarishdan biror bir maqsadni ifodalab beradi. Nimaga shu ish harakat, nimaga yozayotganligini bildirib beradi. Tushunarli? Va doim nasbda keladi. Va maf'ulun mutloq bilan maf'ulun ajlihi yana bitta ajratadigan farq. O'z ajratib bo'ldinglar. Maf'ulun mutloq ash fe'lni masdar ekan. Maf'ulun ajlihi undan boshqa fe'l ekan. Shuni ko'rib turib ajratib olasizlar. Yana bitta zo'n narsa, maf'ulun ajlihidan keyin nima keladi? Harfi jar keladi. Doim. Ko'pincha holatda. Doim degan narsani ishlatmaylik, ko'pincha. Tushunarli? Ko'pincha demak nima kelar ekan? Harfi jar keladi. Masalan, qarang. Hop. Kataba Ahmad ad-darsa tahta ash-shajarati sabahan kitabatan jamilatan. Gapimiz to'g'ri ma'noda chiqib kelyapti, to'g'rimi? Maf'ulun li ajlihiga aytamizki, talaban lil ilm. Ilm talab qilishlik uchun, ya'ni yangi ilm o'rganishlik uchun, ertalabda daraxt tagida o'tirib olib, chiroyli yozuv bilan darsini yozdi. Tushunarli? Mana shunda mana liyazlihini tushundinglarmi? Mana liyazlihi nima qilish uchun desa, yangi ilm, talil ilm jadid qo'shqo'shinglar ham bo'laveradi. Ya'ni yangi ilm talab qilishlik uchun, chiroyli yozuv bilan ertalabda Ahmad nima qilyapti ekan? Daraxt tagida darsini yozdi ekan. Tushunarli? Demak, maf'ulun liyazlihini hali nima borib turib yana boshqatdan kasb qilayotganlarini yozib olasizlar. Bu limaza so'rog'iga javob bo'luvchi qalb fe'llardan iborat bo'lgan masdar bo'ladi va u doim nasb holatida keladi. Tushunarli? Yaxshi. Biz hozir bizga asosiy qanday ishlatilishligi kerakligi uchun yoyib o'tmayapmiz. Tushunarli? O'zi aslida hamma nimani, mana shu 5 ta mavzuning bejalasini ham nima qilib olsa bo'ladi? Katta bitta mavzu hammasi o'zi. Tushunarli? Misol uchun mana biz qalb fe'llari deyapmiz, lekin undan tashqari yana ishlatiladigan holatlari boshqa joylar bor. Liyazlihida ham, mutloqda ham, fihida ham, bihida ham, tamam? Biz nima qilyapmiz? Aynan qisqa va unda aksar istihdamlar, ya'ni eng ko'p holat ishlatiladigan joylarni ko'rib chiqyapmiz. Tushunarli? Xudo xolasa buni yana o'zi maxsus kitoblar bor, shularda ko'rib chiqsa bo'ladi. Xo'p. Va oxirgisi maf'ulun ma'hu. Mana maf'ulun ma'hu eng kam ko'riladigan mavzu. Ya'ni arab tili iste'molchilari tomonidan eng kam ishlatiladigan mavzulardan bittasi maf'ulun ma'hu. Tamam? Ya'ni siz doimo ko'rib qolavermaysiz talabalar buni gapirayotganligini. Tushunarli? Shuning uchun shuni sizlar qo'shinglar o'zlaringizga. Tamam? Xo'p, ma'a nima degani? Bilan birga, to'g'rimi? Demak, bunda mana bu ish harakat nima bilandir yoki kim bilandir birga bajariladi. Tushunarli? Maf'ullar aytdimki, hammasi shu fe'lga borib taqaladi, to'g'rimi? Xo'p, mana endi maf'ulun ma'hu ham mana shu fe'l kim bilandir yoki nima bilandir birga bajarilayotganligini ko'rsatib beradi. Tushunarli? Xo'p. Mana aytamizda va u doim va bilan birga keladi. Va bilan birga keladi. Shundan keyin bitta ish harakat keladi. Va mana u ma'sini ismi shu qaylar. Ma' kemetda o'rniga va kelib beradi. Tamam? Shu va va'ul ma'iyya deyiladi. Va'ul ma'iyya.
Vavul ma'iyya degani vav ma'nosini beruvchi ma'a ma'nosini beruvchi vav degan. Tamam? Shu vav bizga bilan birga degan ma'noni chiqarib beradi. Tushunarli? Arab tilida va'ning turlari ko'p. Biz ular bilan sizlar bilan ko'rganmiz, vavul atfni ko'rganmiz, to'g'rimi? Vavul halni ko'rganmiz, to'g'rimi? Va endi mana vavul ma'iyyani ham ko'rdik. Tushunarli? Vavul qasam bor, buni ham bilasizlar. Hali vallohi degi va vavul qasam deyiladi, to'g'rimi? Xo'p. Mana endi mana bu vavul ma'iyyani ham ko'rdik. Bu demak ma'a ma'nosini beruvchi vav ekan. Tushunarli? Va kelatda undan keyingi so'z doim nasb holatda turadi. Doim nasbda turadi va quyidagi ma'noni ifodalaydi. Mana misol uchun va ash-shamsa. Bizam ma'no yana o'sha va shamsa keladi. Tamam? Endi ma'no nima bo'ldi desa qaranglar. Gapni boshdan oxirigacha o'qsak, shu yerda hamma maf'ulda qatnashtirdik. كتب أحمد الدرس صباحا تحت الشجرة كتابة جميلة طلبا للعلم والشمس. تمام؟ Ahmad ertalabda daraxtdagida ilm talab qilishlik uchun chiroyli yozuv bilan va quyosh bilan birgalikda darsni yozdi degan. Ya'ni bu degani qarang. Ahmad dars yozayotganda quyosh chiqayotdi degan. Tushundinglar? Ya'ni quyosh bilan birgalikda degani shu quyosh chiqayotgan paytda darsni yozdi degan. Yoki-da bu bunday keladi. Sirtu val qamaro deydi. Oy bilan birga yurdim deydi. Ya'ni bu degani kech payt ketayotgan bo'lgan, tepada oy yurgan. Tushunarli? Ya'ni uni oldida bilib yurmagan, mana shu tepada bo'lsa ham bilib yurgan. O'zimda yursanglar oyam yurganga o'xshardi yoki endi, to'g'rimi? Hop, ya'ni shunaqa narsa. Ya'ni biror bir harakat birgalikda bajaradi. Yoki bo'lmasa sirtu wan nahro keladi. Daryo bo'ylab yurdim. Tamam? Ya'ni yurib ketyapman, yonimda daryo ham ketayotgan bo'ladi. Tushunarli? Demak, bu birgalikda bajariladi. Va doim keladi. Undan keyingi so'z doim nasb bo'lishlik kerak. Tushunarli? Chunki bu maf'ullarning hammasi nasb holatda turadi. Mansubotlar temasiga demak, tegishli bo'lgan mavzular hisoblanadi. Tushunarli? Demak, sizlar ayniqsa mana bu maf'ul mutlaq, maf'ulun li ajlihi va maf'ulun ma'huni ko'proq qo'shiladi. Tushunarli? Bitta ota bor ekanda, bunday o'g'illarning ikkita o'g'li bor ekanda, hop, so'rabdi. Bittasidan so'rabdi-ku. Ota katta o'g'lidan so'raganda, "Kayfa anta va Muhammadun" debdi. Kichkina o'g'lidan so'raganda, "Kayfa anta va Ahmada" debdi. Tamam? Shunday so'raganda nima chiqadi desa, mana katta o'g'lidan so'raganda seni bilan Muhammad ikkovingdan qalaysan degan. Xolamonni so'raydi. Ha? Sen qalaysan? Muhammaddan qalaysan. Tamam? Ikkinchisida "Kayfa anta va Ahmada" deganda sen bilan Ahmadning orasi qanday degan. Tushunarli? Ya'ni urushib qolmadinglarmi degan ma'noda maf'ulun ma'hu ishlatilayotgan edi. Tushundinglarmi? Hozirgi mavzu. Xayolimga kelmadi. Tushundingmi? Tamam? Yaxshi. Demak, mana shularni yozib olamiz.